Assalomu alaykum bo'lajak bort kuzatuvchilari. Bugun va'da qilingandek sizlar bilan bort kuzatuvchilikka qo'yilgan umumiy talablar haqida gaplashamiz. Ushbu darsda siz bu kasbga to'g'ri kelasizmi yoki yo'qmi, shular haqida ham bilib olishingiz mumkin. Aviakompaniyalar qo'ygan umumiy talablar bu sizning sog'lomligingiz hisoblanadi. Agarda siz aviakompaniya talablaridan kelib chiqqan holatda 100% sog'lom bo'lsangiz, demak, sog'lik borasida muammoga hojat yo'q. Masalan, sog'lomlik deganda nimani tushunamiz? Agarda siz o'zingizni sog'lom deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz, sizda hech qanaqa jiddiy kasalliklar bo'lmasa, demak siz sog'lomsiz. Shunchaki o'zingiz uchun bilib olishingiz kerak bo'lgan bir nechta muhim qismlar bor. Masalan, qoningiz. Qon bu kasbda eng muhim ahamiyatga ega sog'lik qismi hisoblanadi. Ya'ni biz gemoglobin deb ataymiz qonimizning miqdori. Agarda sizning qoningizdagi gemoglobin miqdori me'yordan kam bo'ladigan bo'lsa, afsuski bu ishga kirishingizda siz ko'p muammolarga uchrashingiz mumkin. Ayol va qizlar uchun gemoglobin miqdori 120 va 140 orasida bo'lishi kerak. Agarda sizdagi gemoglobin miqdori 120 dan past bo'ladigan bo'lsa, siz afsuski bu etapdan o'tolmasligingiz mumkin. Buni bilishni eng oson yo'li shunchaki o'zingizdagi yaqinroq poliklinikaga borishingiz va buni o'lchatib ko'rishingiz mumkin. Keyingi muhim sog'lik qismi bu tishlar hisoblanadi. Sizning tishlaringizda hech qanday karieslar yoki koronkalar bo'lmasligi kerak. Chunki tish bu sohadagi eng muhim tana qismi hisoblanadi. Chunki bort kuzatuvchilar har doim yo'lovchilarga tabassum qilgan holatda ko'rinish berishlari kerak. Ba'zilar savol beradi, agarda menda davolangan tishlar bo'lsa-chi, deb. Agarda sizning tishingiz davolangan bo'lsa va hech qanday kasalligi yo'q deb stomatologingiz tomonidan aytilgan bo'lsa, bunda hech qanday muammo yo'q. Keyingi muhim etap bu tanamizning massasi hisoblanadi. Sizning bo'yingiz va unga mos bo'ladigan tana massangiz bo'lishi kerak. Aviakompaniyalarda umumiy o'rtacha bo'y talabi bu 160 cm hisoblanadi. Agarda sizning bo'yingiz 160 cm bo'lsa, albatta tana vazningiz ham ushbu tana massangizga mutanosib holatda bo'lishi kerak. Keling, tana massangiz va bo'yingiz bir-biriga mutanosib keladimi yoki yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Buning uchun bizga maxsus kalkulyator kerak bo'ladi. Ushbu darslik ostida maxsus kalkulyator linkini qoldiramiz. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ish bu mana shu maxsus linkga kirasiz va o'zingizning tana massangiz va bo'yingiz santimetrini yozishingiz kerak. Masalan, agarda sizning vazningiz hozirgi paytda 55 kg bo'lsa, sizning bo'yingiz balkim 160 cm dir. Va mana shu hisoblashni yozganingizda pastda norma yoki sizda ortiqcha ves bor deb yozib chiqishadi. Agarda norma yozishsa, demak sizning bo'yingiz va massangiz ideal holatda. Agarda deylik 160 cm bo'yingiz, lekin sizda 80 kg ves bo'ladigan bo'lsa, sizda ortiqcha tana massasi bor. Bunday holatda siz aviakompaniyaga ishga kirishdan oldin tana vazningizni bo'yingizga mutanosib holatga keltirishingiz kerak. Undan tashqari keyingi umumiy talab bu tananing turli xil zonalarida tatuirovkalar yoki shramlar bo'lmasligi kerak. Aviakompaniyalar aynan mana shu qismga juda ham qattiq turishadi. Agarda belgilangan zonalarda sizda tatuirovka yoki qandaydir chandiqlar bo'lsa, afsuski bu etapda ham siz tibbiy ko'rikdan o'ta olmasligingiz mumkin. Ushbu rasmda ko'rishingiz mumkin, tananing kulrang zonalarida sizda hech qanday tatuirovkalar yoki chandiqlar bo'lmasligi kerak. Agarda sizda tug'ma-hollar yoki shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, bu ortiqcha muammo bo'lmasligi mumkin, lekin orttirilgan qandaydir chandiqlar sizga muammo olib kelishi mumkin. Agarda sizning tanangizni ushbu bo'lishi kerak bo'lmagan qismlarida tatuirovkalar yoki chandiqlar bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashib ko'rishingiz kerak. Balki sizda kichkinaroq chandiqlar bor bo'lishi va bu ishga kirishingizda sizga muammo tug'dirmasligi ham mumkin. Keyingi asosiy talablar bu aviakompaniyalarda maxsus belgilangan tillarni bilishingiz.
Masalan, bizning aviakompaniyalarimizda siz o'zbek tili, rus tili va ingliz tilini yaxshi muloqot darajasida bilishingiz kerak. Chunki aviakompaniyaga ishga kirganingizda siz yo'lovchilar bilan ushbu 3 ta tilda erkin muloqot qila olishingiz talab etiladi. Undan tashqari aviakompaniyalarda o'qish jarayonlari rus yoki ingliz tilida bo'ladi. Undan tashqari aviatsiya tili 100% barcha davlatlarda ingliz tili hisoblanadi. Agarda siz ingliz tilini bilmasangiz, afsuski bu ishga qabul qilina olmaysiz. Agarda sizda til bilish bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, aviakompaniyalarga hujjat topshirish paytingizgacha tillarni o'rganib olishingizni maslahat bergan bo'lardim. Masalan, bizda Ibrat farzandlari nomli bepul til o'rgatish ilovalari bor. Aynan mana shu ilovalar orqali ham siz tillarni bepul o'rganishingiz mumkin. Aviakompaniyalar qo'ygan keyingi talab esa bu bo'y me'yori. Siz bu sohaga ishga qabul qilinishingiz uchun bo'yingiz eng kamida 160 yoki 162 sm bo'lishi kerak. Nega bunday? Siz bu kasbda ishlash davomida samolyotda turli xil xavfsizlik vositalaridan foydalanishingiz kerak va xavfsizlik vositalarining barchasi samolyotdagi yuqori tokchalarga qo'yilgan bo'ladi va aynan mana shu yuqori tokchalarga sizni qo'lingiz yetishi uchun bo'yingiz aynan mana shu me'yorda bo'lishi kerak. Agarda aviakompaniyalarning bo'y talablariga mos kelmasangiz ham, siz aviakompaniyaga ishga kira olmasligingiz mumkin. Albatta bu talablar juda ham qiyin tuyulishi yoki bo'lmasam imkonsizlik sezilishi mumkin, ammo aviatsiyaga ishga kirish albatta oson emas, lekin har bitta qo'yilgan talabning o'ziga yarasha sabablari bor. Agarda sizda yuqorida aytib o'tilgan qaysidir bo'limlar bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizning ustingizda ishlashingiz va talablarga mos holatga kelishingiz mumkin. Masalan, bo'yni o'stirish uchun ham turli xil mashqlar bor. Oddiy biz jismoniy tarbiya darslarida qilib yurgan mashqlarimiz orqali, stretching mashqlar orqali ham bo'yingizni 2-3 sm ga o'stirishingiz mumkin. Undan keyingi talab esa bort kuzatuvchilardan dunyoqarashining kengligi va yetarlicha bilim va saviyaga ega bo'lishi talab etiladi. Chunki siz parvoz davomida yuzlab yoki 200 lab odamlar bilan muloqot qilasiz va ular bilan ishlaysiz. Agarda sizda yetarlicha bilim va saviya bo'lmasa, yo'lovchilarni boshqarish va ularga o'zingizni fikringizni o'tkazish imkoniyatingiz anchagina kam bo'ladi. Aviakompaniyalarga har taraflama dunyoqarashi keng va o'z ustida doimiy ishlaydigan yoshlar kerak. Chunki aviakompaniyaga siz hujjat topshirayotganingizda raqobat juda ham kuchli bo'ladi va turli xil nuqtalardan siz kabi yoshlar aviakompaniyalarga hujjatlar topshirishadi. Aviakompaniyalar bu kasbning muhimligini his qiladigan va har doim aviakompaniya rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'sha oladigan lider, ilg'or yoshlarni jamoasiga qo'shishni istashadi. Chunki bu kasbga ishga kirganingizdan keyin siz faqatgina yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmaysiz, balki siz ularning xavfsizligini ta'minlaysiz, jamoa bilan ishlaysiz va aviakompaniyaning yuzi sifatida faoliyat yuritasiz. Siz o'zingizni ish davomida va ishdan tashqari qanday tutishingiz ham aviakompaniyaning obro'siga bevosita bog'liq hisoblanadi. Hattoki ish davomida bizga shunday talablar qo'yilganki, siz ishdan tashqarida ham o'zingizni mana shu aviakompaniyaning xodimi ekanligingizni unutmagan holatda tutishingiz kerak va muloqotingizda ham aynan professionallik va sizdagi ilg'orlik o'z kuchini ko'rsatishi kerak deb aytishardi. Bu kasbga ishga kiradigan yoshlarning katta qismi har doim o'z ustida ishlaydigan, bilim oladigan va doim dunyoqarashi ustida ishlaydigan yoshlar hisoblanishadi. Yana boshqa talablardan biri bu siz jamoa bilan ishlay olish qobiliyatiga ega bo'lishingiz kerak. Agarda siz tabiatan odamlarga qo'shila olmaydigan, tortinchoq yoki uyatchan bo'lsangiz, bu kasbga kirishda siz qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Chunki bu kasbning eng asosiy qismi jamoa bilan birgalikda bo'ladi. Siz ish davomida ham, ishdan keyin ham barcha holatlarda aktiv tarzda, faol tarzda jamoa bilan birgalikda ishlaysiz. Agarda sizni jamoa bilan ishlash qobiliyatlaringiz bo'lmasa yoki yo'lovchilar bilan qanday chiqishish muloqotini bilmasangiz, bu ish davomida ham sizga bir nechta muammolar keltirib chiqarishi mumkin.
Chunki ko'p bort kuzatuvchilar aynan mana shu muomala madaniyati yo'qligi yoki bo'lmasam jamoa bilan chiqisha olmaydigan xarakterli bo'lganligi uchun juda ham ko'p qiynalishadi va ishdan ketish holatlari ham kuzatiladi. Shuning uchun ham chet el aviakompaniyalari bort kuzatuvchilikka topshirayotgan yoshlardan eng kamida 1 yil xaridorlar bilan ishlash faoliyatida xizmat ko'rsatgan bo'lishlikni talab etadi. Ya'ni siz ofitsiantlik yoki bo'lmasam qayerdadir xizmat ko'rsatish sohalarida ish faoliyatini olib borgan bo'lishingiz kerak. Bu talabning asosiy maqsadi esa sizni aynan yo'lovchilar va boshqa jamoa a'zolari bilan yaxshi ishlay olishingizni ta'minlash uchun. Keyingi umumiy talablardan biri esa bu o'qishni tugatganlik. Agarda siz hozirda maktabda yoki qaysidir universitetda o'qiyotgan bo'lsangiz, bu ishga topshira olmaysiz, chunki sizda tugallangan ta'lim bo'lishi kerak. Bizning sistemamizga ko'ra hozirda 11 yillik maktab sistemasida faoliyat yuritiladi. Agarda siz maktabni tugatmagan bo'lsangiz, ammo yoshingiz yetadigan bo'lsa ham bu kasbga topshira olmaysiz. Siz avval maktabingizni yoki universitetingizni tamomlab, keyin bu kasbga hujjat topshirishingiz kerak. Keyingi talab esa bu yosh chegarasi hisoblanadi. Ko'pchilik o'ylaydiki, stewardessalar faqatgina 24 yoshgacha ishlashi mumkin deb. Aslida esa unday emas. Har bir aviakompaniyada turli xil talablar bor. Masalan, siz agarda yoshingiz 18 yosh va 24 yosh orasida bo'lsangiz, albatta ishga topshirishingiz mumkin. Lekin 30 yoshgacha ham ishga topshiruvchilarni qabul qiladigan aviakompaniyalar bor. O'zbekiston va chet el aviakompaniyalaridagi umumiy farqlar haqida keyingi darslarimizda tanishib o'tamiz. Bugungi mavzuimiz esa aynan umumiy talablar haqida edi. Agarda sizda mana shu mavzu haqida qandaydir savollar bo'lsa yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, ushbu video izohlarida yozib qoldiring va men sizga javob berishga harakat qilaman. Keyingi darsimizda siz bilan O'zbekiston aviakompaniyalari va ularga kirishdagi umumiy talablar haqida gaplashamiz.